2025-yil 23-mart Andijon viloyati Marhamat tumani Toza havo ekoparkida boqilayotgan ushbu tuyalarimizni sotuvini e'lon qilamiz hamda bularni qisqacha tanishtirib obzorini qilib beraman. Tuyalarimiz umumiy soni 11 ta. Bulardan 10 tasini sotamiz. Bittasi qoladi o'zimizga. Bundan ikkitasi 2 yillik yosh tuya va yana adashmasam 3 tasi bundan kattaroq 3 yillik yosh bo'taloq tuyalarimiz 2 yillik va 3 yillik. Qolganlari esa yosh katta sut beradigan tuyalar. Bitta katta erkak tuyamiz bor, ikkita yosh bo'taloq erkak tuyamiz bor. Qolganlari urg'ochi. Xudo xolasa hammasi bo'g'oz tug'adigan tuyalar, yaxshi sut beradigan tuyalar, yaxshi parvarish qilinsa, mana qishdan hech qanaqa kasal bo'lmasdan, yemlanmasdan chiqdi. Faqat shu o'zimizni adirlikda, yaylovda o'tlarini yeb. Bular o'sha armani tuyalari bilan chatishtirilgan yaxshi zotdor tuyalar hisoblanadi. Yovvoyi emas, ya'ni odamga hurkimaydi. Bemalol yoniga kelib, silab, yonida tursa ham bo'ladi. Mana hatto ovqatlanayotganda, shu oziqlanayotganda ham yonida turib, gapirib, videoga olyapman. Ortiqcha bezovta bo'lmayapti tuyalarimiz. Bularni umumiy 10 tasini, ya'ni 11 tadan 10 tasini sotamiz. Shu 10 tasini bitta joyga olaman, bitta foyda qilaman degan odamga narxini kelishtirib 150 million qilib beramiz. Bu ko'rib turgan erkak tuyamizni narxini 35 million qilishdi, bermadik 35 millionga. Umumiy bitta joyga olaman degan odamga hammasini 150 millionga berib yuboramiz. Pastda raqamlar qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqib tuyalar haqida yana qo'shimcha ma'lumotlar olishlaring mumkin. Bu yerda ham tuyalarimiz yuribdi. Manzilni yana bir bor eslatib o'taman. Andijon viloyati Marhamat tumani Toza havo ekoparkida boqilayotgan tuyalar. Tuyalarimiz soni ko'p edi. 200 yaqin tuyalarimiz bor edi. Ko'proq shu archalarimizga zarar keltirib qo'ygani uchun, archalarni sindirib, barglarini yeb qo'ygani uchun, tanalarini g'ajib qo'ygani uchun bularni o'rniga hozir echki bilan qo'yni ko'paytiryapmiz. Bittasini olib qolamiz baribir, bitta tuya o'zimizda qoladi. Ko'rib turgan tuyalarimiz boquvdagi yaxshi sog'lom tuyalar, qishdan hech qanaqa kasal bo'lmasdan, sog'lom holatda chiqishdi, yemlanmasdan. Bularni yaxshi parvarish qilib bitta yemlansa, yana ham semirib chiroyli shaklga kiradi. Katta tuya bo'ladi. Demak, pastda raqamlar qoldiramiz. Shu raqamlar bilan bog'lanib, yana qo'shimcha ma'lumotlar olishinglar mumkin. Narxlari hammasini bitta joyga olaman degan odamga 150 million so'm.